Assalomu alaykum. Avvalo barchangizni uzoq kutilgan jahon chempionati yo'llanmasi bilan tabriklayman. Biz buni uddaladik. Albatta futbolchilarimizdan tortib barcha ushbu jarayonda xizmat ko'rsatgan xodimlarga juda katta rahmat. Og'ir o'yinni emotsiyalardan so'ng endi tahlil qilamiz. Sizlar bilan Kamina Farhod Tulkunov Futbol loyiha YouTube kanali. Biz boshladik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ushbu uchrashuvda durang ham bizni jahon chempionatiga olib chiqardi. Shu sababli futbolchilarimizdan tortib murabbiylarimizgacha uchrashuv oldidan juda katta hayajon bor edi. Jamoamiz yetakchisi Shomurodov ham o'yindan keyin juda hayajonlanganini yashirmadi. Yevropaning to'la stadionlarida o'ynagan futbolchimiz hayajonlanganidan keyin boshqa futbolchilarda ham hayajon bo'lishi tabiiy edi. Chunki bu barcha futbolchilarning bolalikdan qilgan orzusi va terma jamoamiz vakillari buni durang orqali amalga oshirishdi. O'zbekiston Amerikada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga mezbonlardan tashqari 5-chi bo'lib yo'llanmani qo'lga kiritdi. Timur Kapadze o'zbek futbol muxlislarining ikki orzusini ham ushalishiga yordam berdi. Bir olimpiada bo'lsa, ikkinchisi jahon chempionati yo'llanmasi. Bu gaplarni o'zingiz ham xayolingizdan o'tkazgan yoki jurnalistlardan eshitgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun ko'p cho'zib o'tirmay endi uchrashuv tahliliga e'tiborimizni qaratamiz. Albatta uchrashuvda emotsiyalarga berilmaslikka harakat qilamiz. Albatta futbolchilarimizda bosim yuqori edi, lekin o'yinda, tahlilda bunga e'tibor qaratmaslikka biroz chetga surib qo'yishga majburmiz. Timur Kapadze termaga kelganida jahon chempionatiga oz muddat qolganini hisobga olib, taktik sxemalarni o'zgartirmadi. Aksincha shu sxemaga dastlabki ikki bahsda hujumkorlik qo'sha olgandi. Lekin kechagi uchrashuvda terma jamoa bosh murabbiyi Kapadze emas, Oda Katanes qaytib qolgandek edi. Avvalo tarkibga to'xtalsak, sxema 3-4-2-1. Odatiy tarkib. Avvalgi ikki uchrashuvda Kapadze jarohatlardan kelib chiqib, Ostonni maydonga tushirmagandi. Ushbu o'yinda esa Urunov bahsni start tarkibdan boshladi. Kapadze stilidagi murabbiylarga Urunov uslubidagi futbolchilar uncha tushmaydi. Urunov ko'proq Katanes uslubidagi murabbiylar bob futbolchi hisoblanadi. Abbos Fayzullayev esa Kapadze jamoasida har doim super o'yin namoyish etadi. Lekin ushbu bahs oldidan zaxirada qolgandi. Uchrashuvdagi yuqori hayajon ilk daqiqalardan sezildi. O'yinni markazdan biz boshlasak-da, noaniq long ball bilan raqibga to'pni topshirdik. To'p egallab olingach, ba vakillari dastlabki pozitsion hujumlarini chap qanotdan tashkil qilishdi. Husanov esa to'pni uzoqlashtirdi. Dastlabki daqiqalardan jamoamizning asosiy sxemasi 5-3-2 edi. Hujum tashkil qilish va yuqori zonada kutib olishda sxema 4-4-2 ga o'zgardi. Hujum qaysi qanotdan tashkil qilinishiga qarab, laterallarimizdan biri 4-chi yarim himoyachi bo'lib berdi. Jaloliddin Masharipov esa ko'pincha yarim himoyachilarga yordam berdi va 3-chi yarim himoyachi bo'lib berdi. Shuningdek, to'liq himoyalanganimizda 5-4-1 sxemasiga o'tdik. Kosmin Olario shogirdlari esa ancha hujumkor sxemada edilar. Qog'ozdagi sxema 4-2-3-1 bo'lsa-da, o'yinda vaziyatga qarab yanada hujumkor sxemalarda harakat qildi. 3-2-4-1 va 2-3-3 sxemalardan ko'proq foydalanishdi. Bizni ushbu uchrashuvda qarshi hujumda o'ynashimiz va asosan long balllarga tayanishimizni 3-daqiqadagi Ashurmatovning uzatmasidan ham bilib olishimiz mumkin edi. Kosmin Olario termada debyut qilayotgan bo'lsa ham Birlashgan Arab Amirliklari futbolchilarini juda yaxshi bilardi. Chunki u 2021-yildan beri Sharja klubining bosh murabbiyi bo'lib kelgan. Bundan tashqari Al-Ayn, Shabab al-Ahli jamoalariga ham murabbiylik qilgan. Shuning uchun ham aynan shu mutaxassis tanlangan edi. Qolaversa kechagi tarkibning ham yarmi Sharja futbolchilari edi. Termaga Sharja klubidan umumiy 6 futbolchi chaqirilgan bo'lsa, 5tasi asosiy tarkibda edi. Qolgan futbolchilar Pro ligasida o'ynayotgan futbolchilar hisoblanishardi. Yuqorida Katanesning uslubini bekorga eslamadik. Sababi Srechko jamoasi pressingdan asosan long balllar bilan chiqardi. Timur Kapadze har doim, hatto darvozabonlardan ham pas bilan o'ynashni talab qilardi. Bejizga uning Olimpikdagi darvozabonlari hozirgi kunda Superliganing bir o'yin
o'yinda eng ko'p pas beruvchi 4 darvozabonning 3tasi hisoblanmaydi. Albatta, O'tkir Yusupov o'z o'yini bilan, seyflari bilan yuqorida eslagan 3 darvozabonga ham master-klass o'tab beradi. Bunga shubha yo'q. Futbolchilari pressingni yaxshi uyushtirishdi va markazdagi bog'lamlarni ham ishlashiga umuman yo'l qo'yishmadi. Bunday paytda paslar bilan o'ynab tavakkal qilmaslik lozim deb topib, asosan long bollar orqali hujumlar tashkil qilindi. Yusupov ham erkin zarbalardan faqatgina oldinga to'pni tepib berdi. Baning pressingdagi sxemasi 4-3-3 va 4-2-4 bo'ldi. Dastlabki daqiqalarda yuqori bosim qilishgan bo'lsa, 20-daqiqalarga kelib asosan markazda kutib olishdi. Ko'pincha vakillari Shukurov va Hamrobekovni bloklash orqali O'zbekistonning hujumlarini tashkil qilishiga imkoniyat bermadi. 13-daqiqada Oston O'runov jarohat olib maydonni tark etdi. Uning o'rniga Abbosbek Fayzullayev maydonga tushdi. Abbos tushgandan keyin o'yinga faollik qo'shdi. Albatta, moslashish uchun biroz vaqt kerak bo'ldi. Dastlabki hujumlarda u xatolikka yo'l qo'ydi, lekin 23-daqiqadan boshlab Fayzullayevning o'zi pressing qilishni boshladi. Qolganlar esa asosan zonalarni yopishdi. Pressing natijasida tajribali Eysa ham noaniq uzatmalar bera boshladi. Fayzullayev individual mahoratini ham ko'rsata boshladi. Bunday muhim pallada qolgan futbolchilarimiz tavakkal qilishdan qo'rqishdi. Abbos esa risk qilishdan umuman qo'rqmadi va bu ko'pincha xavfli vaziyatlar yaratishi yoki uning raqib futbolchilari tomonidan yiqitilishi bilan tugadi. 23-daqiqadagi standartdan so'ng Fayzullayev va Masharipov qanotlarni almashib olishdi va uchrashuvdagi ilk xavfli vaziyat Abbosbek Fayzullayevning chap qanotga o'tganidan so'ng yuz berdi. 21 yoshli futbolchimiz 2 futbolchini aldab, so'ng jarima maydoni ichiga uzatma berdi, lekin ushbu uzatmaga zarba beradigan futbolchi topilmadi. Zamonaviy futbolda qanot himoyachilarining roli nafaqat mudofaa, balki hujumda ham katta ahamiyatga ega. Shu sababli ko'plab murabbiylar qanotlarga biri hujumkor, biri esa himoyaviy futbolchini tanlaydi. Bu orqali taktik balansni saqlashga harakat qiladi. Terma jamoamizda ham Alijonov hujumkor bo'lsa, Sayfiyev nisbatan himoyaviy hisoblanadi. Buni o'rgangan futbolchilar ham asosiy hujumlarini Alijonov qanotidan tashkil qilishdi. Aliqulov ko'pincha bu qanotni to'ldirib va hujumlarni bartaraf etishga yordam berdi. Kapadzening ushbu sxemaga moslasha olmayotganini yana bir marotaba jamoaning pressingdan chiqib ketishga qiynalganida ko'rdik. Ikkita yarim himoyachi yopilganda asosan hujumkor yarim himoyachi ortroqqa qaytib jamoani olib chiqib ketishi kerak, lekin bu sxemada bunday futbolchi yo'q. Ushbu sxemada himoyachilar va laterallarga katta yuklama tushadi. Natijada birinchi bo'limni umuman zarbasiz yakunladik. Shunga qaramay 45 daqiqa futbolchilarimizning foydasiga edi. Yana 45 daqiqa shunday nursiz o'ynab bo'lsa-da, jahon chempionatiga chiqishga tayyor edilar. Juda ko'p vaziyatlarda termamiz vakillari xavfli vaziyat yaratishi mumkin bo'lgan pallalarda ham ko'proq ortga pas berishdi. Ushbu o'yinda murabbiyimiz ham futbolchilarga risk qilmaslikni talab qilgan edi. Birinchi bo'limdan so'ng ikkinchi bo'limda ham bu davom etdi. Lekin Birlashgan Arab Amirliklarini bu hisob qoniqtirmasdi. Shu sababli ikkinchi bo'limning ilk daqiqasidayoq xavfli zarba berishdi. Yusupov esa qahramonlik ko'rsatishni mana shu zarbadan keyin boshladi. Eldor Shomurodovni himoyachilari juda yaxshi o'rganishgan edi. O'yin davomida uni doimiy tarzda minimum bir futbolchi qo'riqladi. Ilk 1-daqiqadagi hujumga esa e'tibor bering. Dastlab Kwame Eldorga xalaqit qilgan bo'lsa, keyinchalik Majid Hassan ochiqchasiga uni yo'lini to'sib, ushlab qoldi. Natijada Sayfiyevning uzatmasiga Eldor yetib kela olmadi. Termamizda tavakkal qilishdan qo'rqmayotgan Abbos ikkinchi bo'limda ham o'zini ko'rsatishni boshladi. Ilk 2-daqiqadagi hujumda barchasini to'g'ri qildi, faqatgina uzatmasi biroz kuchliroq bo'lib ketdi. Masharipov to'pni uzatayotganda Abbos birinchi raqiblarni ko'rib oldi. Markaziy himoyachi Lukas unga to'g'ri kelishini bilib, uni aylanib o'tib uzatma bergandi, lekin uzatma kuchliroqligi natijasida Shomurodov uni to'xtata olmadi. Keyingi hujumlardan Fayzullayevga ham personal o'ylashni boshlashdi va 3 kishilashib undan to'pni olib qo'yishdi. 53-daqiqada Alijonovning chedevral solo yurishi va super uzatmasidan so'ng yana Fayzullayev boshi bilan zarba yo'lladi, biroq to'p darvoza to'siniga tegib maydonni tark etdi. Ushbu vaziyat termamizning o'yinidagi eng xavfli vaziyat edi. Abbos to'pdan tashqari raqibni ham ustunga tekkazdi. Birinchi bo'limda Shukurov va Hamrobekov pressingdan chiqishga qiynalgandi. Buni yuqorida aytib o'tgan edik. Ikkinchi bo'limda Masharipov markazga qaytib yordam bera boshladi. 58-daqiqada aynan Masharipov pressingdan olib chiqib Abbosga bergan uzatmasidan
standartdan so'ng Fayzullayev Alijonovni juda ajoyib nuqtaga olib chiqdi, lekin Hoji Akbar zarba yo'llashga kech qoldi. Masharipov ushbu bahsda oldinda ko'p harakat qilmagan bo'lsa ham, ortda juda ko'p mehnat qildi. 3-yarim himoyachiga tushib olib, ko'pincha qora mehnatni ham qildi. Kerak bo'lsa, taktik foullar ham qildi va Masharipov uchrashuvda eng ko'p duelda qatnashgan va g'alaba qozongan 2 futbolchidan biri bo'ldi. Birinchisi bu Otabek Shukurov. Qolaversa, Jaloliddin Masharipov raqibdan eng ko'p to'pni olib qo'ygan futbolchilardan bo'ldi. 60-daqiqada bas standartdan so'ng yana bir zarba yo'lladi. O'tkir Yusupovdan navbatdagi qahramonlik. Sayfiyev 65-daqiqada jarohat olib maydonni tark etdi. Uning o'rniga Nasrullayev o'yinga qo'shildi. Ikkinchi bo'limda Kapadze pressingdan chiqishda triodan biri qaytishi kerakligini to'g'ri tushuntirgani sezildi. Yuqorida Masharipovni ham aytib o'tgan edik. 67-daqiqada Fayzullayev ham shunday zonaga ochilib, pas qabul qilib oldi. Mezbonlarning 3 futbolchisi uni o'yin qoidasi buzish orqali to'xtatishdi. 69-daqiqada uchrashuvdagi ikkinchi zarbani jarima maydoni tashqarisidan yo'lladik, lekin zarba ancha noaniq chiqdi. Bu yog'iga boshqa zarba bermadik. Aksincha, mezbonlar xavfli hujumlar, golli hujumlar tashkil qila boshladi. Ayniqsa 70-daqiqadagi zarba va Yusupovning fenomenal seyfi. Bundan buyog'iga termamiz vakillari maksimal vaqtdan yutishga harakat qilishni boshladi, lekin ko'pincha to'pni tavakkal oldinga tepib yuborildi. Fayzullayev esa maksimal to'pni o'zida saqlab turishga harakat qildi. Birlashgan Arab Amirliklari futbolchilari esa uni ko'pincha foullar orqali to'xtatishdi. SofaScore kabi platformalarda Abbosning o'yiniga past baho berilganiga 2 sabab bor. Birinchisi, bunday platformalar foydali pressing uchun ochko bermaydi. Ikkinchisi esa Abbos o'yinni o'ziga olishga harakat qilib, tavakkallar ko'p qildi. Buning natijasida Yusupovdan keyin to'pni eng ko'p yo'qotgan futbolchi bo'ldi. Qolaversa, darvoza ustunining poylanishiga ham katta golli vaziyatni barbod qilinishi deb hisoblab, ochkolari minus qilingan. Lekin shunga qaramay, Yusupovdan keyin shaxsan men uchun Fayzullayev o'yinning eng yaxshisi bo'ldi. 86-daqiqada charchab qolgan Odilxon Robekov va Jaloliddin Masharipovlar o'rniga Abdurauf Bo'riyev va Hojimat Erkinovlar maydonga tushdi. Har ikkalasi o'yinga yaxshi qo'shilib keta oldi va himoyaviy harakatlarda faol o'ynashdi. Bundan buyog'iga o'yin markazida kechdi. Jamoalar zarba bera olishmadi. Lekin uchrashuvga qo'shib berilgan so'nggi daqiqalarda biroz bo'shashganimizdan foydalanib, Birlashgan Arab Amirliklari hujumchisi gol urib ketishi mumkin edi. Lekin oddiy gollar o'tkazib yuborgani uchun juda katta tanqid ostiga qolib, turli memlarga sabab bo'lgan Yusupov termamizni jahon chempionatiga olib chiquvchi fenomenal seyfni amalga oshirdi. Shu tariqa jahon chempionati yo'llanmasi qo'lga kiritildi. 10-iyun kuni bizni Qatarga qarshi bahs kutib turibdi. Umid qilamizki, Qatarga qarshi bahsda ushbu uchrashuvdagi xatolar takrorlanmaydi. Har holda Timur Kapadze uchrashuvlarni qayta tahlil qilib, o'yinga o'zgartirish kirita oladigan O'zbekistondagi eng kuchli murabbiylardan biri. Shu bilan tahlil yakuniga yetdi. Video haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Yoqsa like bosing. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.